Rabbing bilan sening o'ttiringda faqat nafsing bordir. Nafsingni o'ttirdan chiqargin. Ondan shu chaqda uni ko'ra olaysan. Nafsingga qarshi turib, uning bilan ko'rash qil va uning arzu havaslariga nisbatan ko'rmas, anglamas bo'lib olib, o'zingni o'ttirdan chiqarib ol. Nafsingning huzur talablarini, avoyi havaslarini hargizmi qondirmagin. Mana shu vaqtda nafsing kamtarlik, oddiy soddilik bilan qanoatlanadi va qalbingdagi o'rnidan yiroqlashadi. Nafsi ammoraning, ya'ni nachar ishlarga chaqiradigan nafsning o'rniga nafsi mutmainna, ya'ni yaxshilikqa chaqiradigan nafs kiradi. Nafs mutmainna holatiga kelib, haqiqatni qabul qilishga tayyor bo'lgan vaqtda qalbga boshqa bir ruh bo'linadi. Bu ruh iymon ruhidir, aql ruhidir. Dunyoda ikki xil o'lim bor. Bularning biri hamma odam biladigan o'lim. Ya'ni ruhning badandan ayrilishidan iborat bo'lgan o'limdir. Buni har qanday odam biladi. Yana bir o'lim bo'lsa, havoyi havasdir. Ya'ni bu xil o'limni faqatla tanlangan kishilar biladi. Bu xil o'lim ruhiyatdagi havoyi havas va nachar odatlarning, shundaqla ruhiyatimizga singib ketgan nachar xarakterning o'lishi va yo'q bo'lishidir. Bu turdagi o'limda qalblar tirilib, hayotlikqa erishadi. O'lishdan ilgari o'l. Qalbingdagi nachar havoyi havasingdan hamda Allohdan yiroqlashtiradigan hamma narsadan voz kechgin. Dal shu vaqtda sen tirilib, haqiqiy hayotlik bilan uchrasha olaysan. Shundaqla yana haq bilan birlikda mangulik baxtga to'lgan hayotlikqa erisha olaysan. Qarmoqqa o'likdek ko'ringining bilan, ammo haqiqiy baxtga to'lgan yo'lga qarab yuzlangan bo'lasan. Uni xohlagan vaqtda, xohlagan tarafga burya olaysan. Sen kontrol qilasan. U qo'l hech qanday tirishchanlik ko'rsatmayla o'z haqqini oladi. İnsanның bütün havoyi havaslari yo'q bo'lgandan keyin Alloh uni qaytadan yaratdi. Uni boshqa bir hayotlik bilan hayotga qaytardi. Avval yo'qlik bilan yo'q qiladi. Keyin bo'lsa borlik bilan hayotga qaytardi. Nafs Alloh bilan qullar o'ttirsidagi bir to'salg'idir. Qalbni Allohga qarshi pardalab qo'ydi. Nafs g'oyib bo'lganda pardimi ko'tarilib ketadi. İnson avlodlarga ilohiy imtihon uchun berilgan nafs qanchalik tarbiyalansin, u hargiz o'lmaydi. Amaliyotda nafsini qabul qilishning maqsadi uni o'ltirish emas, balki isloh va tarbiya qilib, kontrolligini qo'lga keltirish uchundir. Chunki nafs degan minilgan otga o'xshaydi. Tarbiya qilinib tizginlanmasa, mingan odamni cho'qqidan yerga otadi. Lekin ko'ndirilib, isloh qilinsa, egisini sog' salomat va huzur ichida manzilga opardigan sodiq bir xizmatkorga aylanadi. Lekin qanchalik tarbiyalansin, yomonlikqa buyuradigan nafsdan saqlanolmaydi. Chunki u bandining irodasida qilchilik ojizlikni ko'rgan hamon qilichini tayyor qilib saqlab yotgan yushurin dushmanga o'xshaydi. Bu sababdan har vaqt uningga qarshi hushyor holatda turish zarurdir. Suyimli payg'ambarimiz cheg'ida har vaqt mundoq deb duo qiladi. Ey Rabbim, meni qat'iy nafsimga tashlab qo'ymagin. Allohning habibi bo'lgan suyimli payg'ambarimiz cheg'ida bundoq panoh tilgan yerda bizchi qanday qilishimiz kerak? Obdan o'ylanib baqayli. Yusuf alayhissalommu o'ziga choplangan tuhmatdan oqlanib, gunohsizlik oshkor bo'lgan chaqda oyat karimda deyilganidek mundoq degan ekan. Men yanila nafsimni pok deb hisoblamayman. Chunki Rabbimning marhamatidan sirt nafsim haqiqatan bak nachar ishlarga buyruqchidir. Allohga shukrlar bo'lsin. Rabbim haqiqatan mehribon, marhamatli zotdir. Kim bo'lsa, mayli qaysi martabada bo'lsin, boshqalarning yomonligidan, askiligidan saqlanolmaydi. Nafsni emas, nafsoniyatchilikni o'ltirishga oid Hazrati Mavlonaning aytgan shu ibratli hikoyasiga quloq solayli. Bir kuni bir chayon daryoning yoqasida o'milayotdi. Bir toshbaqa chayonning yeniga kelib, "Nima ish qilasan bu yerda?" dedi. Chayon bo'lsa, daryoning qarshi tarafiga o'tish uchun chora izlayapman. Chunki mening oilam, bolalarim daryoning u tarafida edi, deb javob berdi. Toshbaqa bo'lsa, nihoyat ich og'ritgan holda uni dumbisiga elib suvda uzishga boshladi. Faqat daryoning o'ttirg'i kelgan chaqda chayonning fitratida bor bo'lgan chiqish havasi uyg'ondi va toshbaqaning dumbisiga nashtrini sanchidi. Toshbaqa cho'chigan holda, "Nima qilyapsan?" deb so'radi. Chayon, "Qo'yimni ko'rsatyapman. Sen mening holimga yetib, dardimga darmon bo'lding. Men senga nashtirimni sanchidim. Bu mening yaxshilik va marhamatingga qaytargan javobimdir", dedi. Ondan
toshbaqa darhol sug'i sho'ng'idida chayon suvda to'njiqib o'ldi. Bu qissani naql qilgan Hazrati Mavlona yana mundoq deydi. Qani, tizdin nachar xuyingizni o'ltiring. Sal qaramang. U nachar nafsingizni tirik holda tashlab qo'ymang. Chunki u zaharlik bir chayondir. Shuni unutib qolmaylikki, butun harom ishlarga imtihon maxfiyatligi yuzasidan nafsoniy bir jalbkorlik o'rnatilgandir. Gunohlar xuddi zaharlik hasalga o'xshash, beshida lazzat beradigan, oxirida ofat bo'ladigan tuzoqqa o'xshashdir. Poklanmagan har qanday bir nafs har vaqt bu tuzoqqa tushishga tayyor holatda turgan bo'ladi. Gunohlar taqvolik nisibini ololmagan, g'ofil, bilimsiz nafslarni magnitga o'xshash o'ziga tortadi. Mana bu sababdan nafsini poklash orqali uni har vaqt kontrol ichida tutish zarurdir. Aqlliq, dono va munavvar kishilar qiyomatini bu dunyoda barpo qilgan kishilardir. Bu dunyoning o'zidala qiyomatini nafsining ustiga tikkan, azob kelishdan burun yig'lashni bilgan kishilardir. Sizning orangizdan hech kim qiyomat qachon bo'ladi deb bir savol so'ramasin. Qiyomatni bo'lmaydi deb o'ylabmi qolmasin. Chunki nafs o'lgan hamon qiyomat boshlangan bo'ladi. Kimki o'lsa, uning qiyomati boshlangan bo'ladi. Nafsing sening so'yguningdir. Sen nafsingning oshiqidirsan. Halbuki uning dushmaning va sening qotiling ekanligini bilgan bo'lsang, uningga qarshi chiqqan bo'larding. Yemak ishmikinga aralashib, faqat ehtiyojliq ozuqliqiga ruxsat qilgan bo'larding. Amaliyotda mu ehtiyojiga tushliq yeyish uning haqqidir. Nafsing bilan kurash qilgan, hamda uning bo'lmag'ur nachar tuyg'ulari yo'q bo'lib, o'lganga qadar kurash qilgan. Uning bilan kurash qilib, bo'lmag'ur nachar tuyg'ularni o'ldirgandan keyin uni qaytadan tiriltirgan. Bu qatimda u dono haqiqat tuyg'ulariga ega bo'lgan holda tiriladi. Shundaqla Janob Allohning mono so'zini qat'iy aqlingdan chiqarmagan. Nafsini nacharliklardan poklagan kishilar haqiqiy hayot qolgan kishilardir.